Assalomu alaykum hammaga. Bugun bitta fermaga kelganmiz. Molni ko'rsatiladi. 640 kilo ekan. Ronli 2 oy avval 540 kilo etgan. Ya'ni 2 oyda 102 kilo hisobdi. Bular hunajin. Uni bolasi 250 kilo atrofida beribdi. Bu katta qorani enasi ekan bu. Bu mol haqida ma'lumot. Ronni 2 yil bo'lib tug'ilganiga 6 oy sut emgan bo'lsa 1,5 yildan keyin emlanyapti ekan. Kri vazni 642 kilo. 2 oyda 102 kilo besagan. Endi bular yeyishi 3,5 kilo atrofida bir mahaliga yemaydi ekan. 5 kilo silos, 1 kilo atrofida samo. Ko'rsanglar bo'ladi, mollar bu ko'p ketgan. O'zi bu ko'p. Hech qanaqa qo'shimcha preparatlarsiz, ukollarsiz shu mol 2 oyda 102 kilo ves olibdi. Faqat o'sha yem 2 mahal shu. Silos berganda ham kuniga 30 kilo olib silos emas, 10 kilo silos berar ekan. Biz yemni 8 kilo, 7 kilo beraman dedi bir kunda. Ammo mol o'sha katta, hali tishi olmagan bo'zak. Endi 2 yil bo'lgan tug'ilganiga. Natijalar zo'r bo'ldi. Bu hozir qorani hozir aytgandek mana emas ekan. Bu yana bitta bolasi uni. Mana hunajiniki sigirniki deydimiz uni. Mana ekan bolasi. Bular ham faqat shu yemni katta bo'layotgan mollar ekan.